Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan dehqonlar vatandan kelgan uchurlar bo'lsin. 2022 yil 2-oyning kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonning har qaysi joylarida turli tashviqotlar bilan vaziyatning o'zgarganligi haqida uchurlarni tarqatishga boshlagan. Xitoy hukumatı lagerlarga so'langan va kesilib turmalar qamalgan ba'zi Uyg'urlarning oilasi bilan ko'rishib, ularni qo'yib berdiganligi va to'lam berdiganligi haqida uchurlarni yetkazgan. Ba'zi Uyg'urlarning oilasidagilarga ularning xato tutilgan yoki xato kesilganligi haqidagi uchurlar yetkazilib, buning yerlikdagi kadr soqchilarning yoki qonun ijro qiluvchi kishilarning xatolik ekanligi, Xitoy markaziy hukumatining bu ishlarni tekshirib aniqlayotganligi haqidagi so'zlarni yetkazgan. Uningdan boshqa yerlik hukumatlar turli yig'inlarda kishilarga chet eldagi urug' tuqqanlari bilan aloqalashib bo'lganligi, yaqinda pasportlarning qaytarilib berilganligi haqidagi gaplarni tarqatgan. 2022 yil 2-oyning 19 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonning shimolidagi joylarda yashaydigan Uyg'ur bo'lmagan Mongol, Shiba qatorliq millatlarga butunlay boshqa siyosat qo'llangan bo'lib, bu millatlar Uyg'urlar hukumat bilan qarshilashgan bo'g'ashga tutilgan deb qaraydi ekan va Xitoy hukumatining siyosatidan mamnun ekan. G'uljining shahar atrofi, Tekes, Mongol ko'ra qatorliq joylarda yashaydigan bir qism O'zbek, Mongol, Shiba va chet el bilan aloqasi yo'q qozoqlarga Xitoy hukumati necha yillardan buyon nihoyat yaxshi siyosatlarni qo'llangan bo'lib, ular orasida Uyg'urlarning terrorlik bilan jamiyatga ziyon solganligi, chet eldagi Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga qarshi ishlar bilan shug'ullanganligi haqidagi tashviqotlar keng tarqatilganligi ma'lum. Amerika harbiy sohaga aloqador necha o'nlagan Xitoy shirkatlariga jazo yurgizdi. Xitoy bilan Pokiston ikki davlat orasidagi iqtisodiy munosabatning barg'ansiri kuchayayotganligini pesh qildi. Avstraliyalik sobiq siyosiyon Avstraliya siyosiy sohasida Xitoyga qarshi birlik saf shakllanayotganligini ilgari surdi. Ilgari Olimpikda mash'al ko'tarishga o'rlashtirilgan Uyg'urlarning navbatdagi qismati xalqaro taratqularning diqqatini tortmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissari Sharq Turkistonni ziyorat qilsa bo'ladi dedi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Washington vaqt gazeti torining 15 fevraldagi xabarda ko'rsatilishicha, Amerika Moliya ministrligi shu kuni Xitoyning Amerika pul muomala bozoridan erishgan naqd pulni o'zining qurolli kuchlarini zo'raytirishga sarf qilishning oldini olish maqsadida Xitoyning 59 harbiy shirkati qarta jazo tadbiri e'lon qilgan. Mazkur tadbir Amerikaning barliq pul muomala va pay chek shirkatlari va yakka mablag' sog'uvchilarining tizimlikdagi Xitoy shirkatlarini yoki shularning boshqaruvchilarini iqtisodiy manfaatga erishtiradigan aksiya savdosi bilan shug'ullanishini cheklaydi. Mazkur shirkatlar buningdan ilgari Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi tomonidan harbiy apparat deb bekitilgan edi. Bu tizimlik Huawei qatorliq Xitoyning bir qism asosli olam qatnashi va telegraf shirkatlarini o'z ichiga olgan bo'lib, bu shirkatlar Amerika hukumati tomonidan Xitoy istixborot apparati bilan bog'lanishi deb gumon qilingan. Amerika Ovoz torining 15 fevraldagi xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy raisi Xi Jinping bilan Pokiston bosh ministri Imron Xon qishliq olimpik mazgilda Beijingda ko'rishgan va Xitoy bilan Pokiston birlashma bayonot e'lon qilib, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatning barg'ansiri kuchayayotganligini ta'kidlagan. Shundaqla Xitoy bilan Pokiston o'rtasida bir qator yangi pul muomala kelishimlari imzolangan bo'lib, bu mazkur rayondagi siyosiy ittifoqdoshlik vaziyatining o'zgarayotganligidan darak berdi ekan. Hamda Janubiy Osiyodagi qo'shni davlatlarga, Amerikaga hamda Pokistonning iqtisodiy kelgusiga ta'sir ko'rsatgan. Halbuki mazkur atalmish yaqinlikni Xitoyning Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining diplomatik boyqutiga duch kelganligidan ayirib qarashga bo'lmaydiganligini ta'kidlagan tahlilchilar, bu qitimliq boshliqlar uchrashishini Pokistonning Beijingni qo'llaydiganligini ko'rsatish uchun o'rlashtirilgan siyosiy drama deb qarashdi. Sky News torining 17 fevraldagi xabarda ko'rsatilishicha, bu hafta Avstraliyada Xitoyga aloqador siyosiy munozaralar xeyli bakli avjiga chiqqan bo'lib, 16 fevral parlament o'tkazilgan munozarada Avstraliya bosh ministri Scott Morrison o'ktish partiyaning rahbarlaridan biri bo'lgan Richard Marlesni Manjuriyalik nomzod, ya'ni dushman tarafidan foydalanadigan qo'rchoq degan va uning hokimiyat beshiga chiqqan taqdirda Xitoyga yaxshiroq bo'ladigan siyosatlarni yurgizadiganligini ilgari surgan. Halbuki Avstraliya bexatarlik istixborot tashkilotining sobiq mas'uli Dennis Richardson Sky News torining ziyoratini qabul qilganda Avstraliya bosh ministrining mazkur qilmishining Avstraliyaga emas, balki Xitoyga foydali ekanligini, amaliyotda navbatda Avstraliya siyosiy sohasida Xitoyga qarshi kayfiyatning umumyuzlik ekanligini ilgari surgan. Oldingi hafta Xitoyning dengiz armiya paraxoti Avstraliya Xon jamiyati havo armiyasining bir aeroplaniga harbiy darajalik lazer qo'yib bergan va Avstraliya davlat mudofaa ministri Peter Dutton
20 fevral Xitoy o'zining tajovuzchi qilmish uchun badal to'laydi degan edi. Tahlilchilar buni Avstraliya siyosatchilarining Xitoyga qarshi o'rtaq noroziligini qo'zg'aydigan va birliksab shakllantirishga turtki bo'lgan omillardan biri deb qaramoqda. Amerika Vazirining 19 fevraldagi maqolasida ko'rsatilishicha, Xitoyning Uyg'urlar qiratgan irqiy qirg'inchiligini davomlashtirish bilan bir vaqtda Mo'shayda o'tkazilgan qishliq olimpikda Uyg'ur tanarkachi Dilnigar Ilhomjonni mash'al ko'tarishga o'rlashtirganligi, buningdan ilgari, ya'ni 2008-yili Beijing olimpikida mash'al ko'tarishga o'rlashtirilgan Uyg'urlarning va shularning urug' tuqqanlarining bugungi ichinishli qismati to'g'risidagi g'ulg'ulaga sabab bo'lgan. Bularning ichida 2008-yildagi olimpikda mash'al ko'tarishga o'rlashtirilgan Urumchi shahar Saybog' rayonlik madaniyat idorasining sobiq boshlig'i Adil Abdurahim 2018-yili atalmish davlatni parchalashga urinish jinoyati bilan ayblanib 14 yillik kesib o'tilgan. Shundaqla 2008-yili mash'al ko'tarishga o'rlashtirilganlardan biri dangliq obzorchi, Uyg'ur yaqinqi zamon aqarti sharkitining bayroqdorlaridan biri bo'lgan Yalqin Ro'zining o'g'li Kamal Turk bo'lib, navbatda uning dadasi 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinib turmada yatmoqda. Kamal Turk bu vaqtda necha 10 yildan buyon qiliplashib ketgan atalmish Xushal Xoram usul o'ynayotgan Uyg'ur obrazi izchil holda Xitoy doiralarining atalmish Millatlar Ittifoqligi va inoqlik tashviqotidagi qoral bo'lib keldi dedi. Reuters agentlik torining 19 fevraldagi xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi shu kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning Sharq Turkistonni ziyorat qilsa bo'lganligini, lekin Xitoyning jinoyatlar to'g'risidagi farazlarni asos qilgan har qanday tekshirishni qarshi olmaydiganligini bildirdi. Myunxen bexatarlik yig'inida Bacheletning Sharq Turkistonni cheklimisiz ziyorat qila oladigan, qila olmaydiganlik to'g'riliq so'ralganda, Wang Yi video orqali shunday dedi. Xitoy barliq bir taraflama qarashlarni va asossiz ayblashlarni rad qiladi. Wang Yi atalmish sistemalik majburiy emgak yoki tarbiyalash lagerlarining faqat yolg'onchilik va to'qilmadan iborat ekanligini ilgari surish bilan bir vaqtda yig'in ishtirokchilariga, men sizlarning Xitoy hukumatiga, Xitoy hukumatining e'tiqodlariga va biz e'lon qilgan uchurlarga ishonishinglarni umid qilaman dedi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat, ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh, Allohga omonat.